Onajonim, mehribonim, men keliniz olib shunday Sharm-el-Shayxga borib dam olib kelsak nima deysiz? Boringlar. Mazza qilib dunyo kezinglar, aylanay. Mana unaqa karisinlarda o'chir, xo'pmi kelinimni? Aytganim sen xursand bo'lalar deb. Sharm-el-Shayxga borasan, gulga borasan. Onang obor Sharm-el-Shayxga likkillab xotining ko'tarib ketavermasdan. Yo, qaramaysan, bunda odamda mas'uliyat degan narsa bo'ladi-ku, azza qarash kerak-ku. Ha, nima urush janjalim, bola? Ona qizil pasportini yo'qotib turibdi. Men chiqolmaymiz endi Sharm-el-Shayxga. Voy, endi Sharm-el-Shayx nima bo'ladi? Voy, shunday joylardan qolib ketasizlarmi? Hujjatdan bir tayinli joyga qo'ymaysizmi? Ha, bolam, muncha bozorlik nima uchun? Ertaga keliniz uydagilar kelayotgan mehmonga o'shanga bozorlikda. Voy, qanday yaxshi. Xursand bo'lishlarini qara. Atlas ko'ylam kiyib chiqay. Ha, onajon, tinchlikmi? Voy, qayrimdir bezovta qilyapti. Davlina meni ko'tarib ketdimi, bolam? Qo'rqitmang, ona. Bo'lmasa meni mana agarat bir burchagiga o'tkazib qo'yib bolam, joy solib bersak, o'sha yerda o'zimni dardim bilan o'zim olishib yotaman. Unaqa demang, volidam отказ qilib mehmonlar ketsin, kelmasin. Voy. Ha, ona keliniz bilan plyaj ketyapmiz. Voy, qanday yaxshi. Boringlar, bolalarim, o'ynab kulib kelinglar. Ana katamaranlarda uchib. Tezkor xabar: plyajlarda alligator, tumsoq, krokodillar paydo bo'lgani ma'lum qilinmoqda. Ular odamlar hayotiga xavf solmoqda, ayniqsa eri xotinlarga hujum qilmoqda. Siz ham plyajlarga bormasdan uyda o'tiring.